Sharoitida patologga hamma har xil narsa bilan yuvadi. Ko'p life hacklarda ko'rgansizlar, kirsovun, feri, vanish. Bu himchisiya qiladigan odamning professional ximiyasi. Hozir sizlar uchun mana shularning hammasini bitta-bitta ishlatib ko'rsatib beraman. Buni farqini ko'rasizlar. Patologga yuvadigan bo'lsangiz, masalan, magazinlarda bemalol mana bunaqa gubkalar sotiladi. Endi kichkinaroq joyda ko'rsatganim uchun shotka. Bu shotka ham o'zi 20 ming turadi, unaqa qimmat turmaydi. Olib qo'ysanglar, ishinglarni sal sekinroq qiladi, lekin ancha sifatli qilib beradi. Patologga bo'lib oldik, har bittasini yuvib, rezultatini ko'ramiz, farqi qanaqa bo'ladi. Eng arzonidan boshlaymiz. Xo'jalik sovuni. Bizda ikkinchi mahsulotimiz feri. İkinci ishtirokchimiz vanish. Eng ishtirokchimiz professionalning himchisiyachilik ishlatiladigan ximiya. O'zingizlar ko'rsanglar bo'ladi, kirsovunda yuvilgan joy qanaqa effekt bergan. Feri gelda yuvilgan joy даже kirsovunnikidan yomonroq. Vanishda yuvilgan joy ham даже kirsovun bundan zo'r tozalagan. Professionallik ximiya даже kirsovun bilan почти bir xil turibdi. Chunki 400 mingga, 500 mingga himchisiya qilib beraman deyishadi. Zo'r ximiya ishlatarkan deb o'ylamanglar. Oddiy kirsovun bilan ham mashinani himchisiya qilib tashsa bo'ladi.